Xayrli kun mani kuzatuvchilarim. Xullas, 6 kun oldin qo'ygan kontentim, qo'yvar. Onasi topmagan qizdan olib beraman degan ba'zi bir qaynilariga atab qo'ygan kontentimga ba'zi bir tushunmovchilik, tushunmaganlar yetim qizlarning mehribonlik uyda o'sgan qizlarning dilini ortib qo'ydi, uyalmaysizmi deb 5-6 kommentariy yozishgan. Bu mani kontentimni boshidan oxirigacha yaxshilab quloq solsanglar, mag'zini chaqsanglar, u yerda hech qanaqa men qizlarni, yetim qizlarni xo'rlamaganman ham, yerga ham urmaganman. Qaytinga men ularni ko'kka ko'targanman. Ota-onasi bor qizni olib kelinlikka kuchingiz yetmaganda endi yetim qizlarni olib kelib xohlagancha xo'rlaysizmi degan maqsadda gapirganman. Sabab menga mana shunaqa 5-6 ta yetim bechara qizlar yozishgan, kelin qizlar, qaynonam xohlagancha urarlar, xohlagancha xo'rlaylar, bilarlar, deb boradigan joyim yo'q degan kontentlarga shunaqa